Hammaga xayrli kun. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi variantimizda kelin bolamizni uyiga kelamiz. Sergeli tumanidagi domlani yasatishimiz kerak bo'lyapti. Navesi bor ekan, ko'rvasiz, navesni yoniga qilamiz. Yasatamiz. To'rga to'rt karkazli variantimizni, tepasi pirpiralik, tepasi shifoli variant yasatamiz. Mana shu o'rtaga qo'yamiz. Hammasini mana shu mashinaga yuklab keldik. Hozirgi paytda hamma narsamizni Damas'ga qo'yib, sig'ishtirib olib kelish o'z iloji bo'lmayapti. Xudo xolisa kelajakda olib olish niyatimiz bor shunaqa mashinadan. Xullas ishimizni boshlaymiz. Karkaz yig'ishdan boshlaymiz. To'rga to'rt variantli karkazimizni yig'amiz. To'rtta tarafini ko'ryapsizlar, bir xil qilib qo'yib olamiz. Bu narsa yengilgina oyog'ini joyini topib ishimizni boshlaymiz. Yig'ib olgandan keyin bularga har bittasiga turbasini tiqib chiqib ko'tarib olamiz. Ko'targanimizdan keyin tepalariga taxtasini hammasiga taxta qotirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Taxtalarni tashqari tarafdan qotirganimiz qulayroq bizga. Undan tashqari keyin ichki tarafiga ham qotirib chiqamiz. Ish jarayonida ko'rib borasiz degan umiddaman. Hurmatli obunachilar, mana shu variantimizni chiroyli qilib yasatib bo'ldik va men bu uchun ichkarida fotozona, ichkarida go'shangalari, to'rga to'rt karkaz variantimizni $270 ga yasatib berdim.